Alloh taologa shukrlar bo'lsinki, kabina xodimingiz ham mana shu 15 mingdan ziyod hojilarga ishchi guruhi safida xizmat qilib borib kelishlik nasib qildi. Allohga shukr, bu faxr emas, balki bu katta bir mas'uliyat, katta bir omonat. Mana shuncha insonni, 15 mingdan ziyod odamni ibodatlarini to'la to'kis bo'lishligi, shariatga muvofiq bo'lishligi, mazhabimizga muvofiq bo'lishlik mas'uliyati hammasi bizni gardanimizga yuklatilgan vazifa. Biz majburmiz borishlikka, chunki haj vazirligida katta yig'ilish bo'ladi. U yig'ilishda ishtirok etishimiz kerak. Qolaversa butun majburiyat, mas'uliyat bizni gardanimizda. Qolaversa bizni yurtimizdan borayotgan hojilar hammasi yurtboshimizni nazoratidalar. Muhtaram prezidentimiz hatto mana o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, telefon orqali muloqot qildi kabina bilan, so'rab turadilar, har kuni hisobot berib turildi. Ya'ni bu juda ham katta bir mas'uliyatli vazifa. Mana shu vazifani qilishlikda hojilarimizga bir qancha ishchi guruhlar, shifokorlar va yana boshqa mas'ullar birga borib, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi va ularning hamrohlari birgalikda mana Allohga shukr, haj amallarini juda ham chiroyli bajarib olindi. Borgan odam albatta o'zgaradi. Borgan odam ma'naviy ozuqa olib qaytadi, ruhiy tarbiya oladi. Haj bu shunchaki bir safar emas. Haj bu tarbiya, haj bu maktab, haj bu qalbni yuvish. Men minglab odamlarni Ka'ba oldida yig'laganida ming xil millatni ko'rdim. Naqadar go'zal dinimiz bor. Ka'ba oldida u kim bo'lishidan qat'iy nazar, u olimmi, u obidmi, u rahbarmi, xodimmi, boymi, kambag'almi, rangi qanday, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar Ka'ba oldida mana shu birgina Robbimga yig'lab duo qiladigan bir holat. Hammani tarbiya qilib qo'yadi u yerda. Hamma bir go'yo bir qiyomatni ko'rgandek o'zi bilan o'zi bo'lib, hammamiz bir kuni mana shunday holatga tushamizda deb tafakkur qiladi. Juda ko'pchilikni dunyo tashvishlarini kechib u joyda yig'laganini ko'rdik. Ka'ba oldida hammaga kibr bilan yurgan insonlar kibrdan tushib qolganini ko'rdik. Qop qora tanli odamga yuzini tekkizib Ka'ba oldida yig'lab Robbim Alloh deyotgan mo'min musulmon bandalarni ko'rdik. Allohga shukr, mana shu ibodatlarni Alloh qabul qilsin. Umidimiz borki, hojilarimiz bu ibodatlardan keyin qalblarini poklagan holda yurtga kelarkan, yurtimizga fayz, barokat olib keladi.